Turkiyada 61 yoshli erkak o'zini payg'ambar Iso Masih deb e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Turkiyaning Karabuk shahrida yashovchi 61 yoshli Mahmudni o'zini Iso Masih deb e'lon qilib, uyining tomi va panjaralariga Masih, payg'ambar, 35, 66 va Iso kabi yozuvlarni yozib chiqqan. Qo'shnilarning shikoyatidan so'ng voqea joyiga politsiya yetib kelib, undan yozuvlarni o'chirishni talab qilgan. Erkak yozuvlarni o'zi bo'yab o'chirgan. Yolg'on masihlarni chiqarib, meni yomonlashmoqchi bo'lishdi. Bu ish hazil emas. Qayerga chaqirsangiz borishga tayyorman. Alloh menga vahiy yubordi. Men buni yillardan beri aytib kelyapman. Ya'ni ko'p yillardan beri shu yo'lda yuribman. Erzurumning Ispir tumanida yer yuzidan osmonga shakar yog'dirgan bo'lgan biz tarafda. Hozir yahudiylar Dovud naslidan bo'lgan Masih Isoni kutmoqda. Xristianlar Maryam o'g'li, meni, ya'ni Masih Isoni kutmoqda. Musulmonlar ham Iso Masihni kutyapti, degan Mahmudde o'zining ma'lumot berishicha.